2026-yilgi Jahon chempionati ishtirokchilaridan biri bo'lgan Fransiya milliy terma jamoasi haqida qiziqarli faktlar. Fransiya Yevropa qit'asida joylashgan mamlakat bo'lib, uning poytaxti Parij shahri hisoblanadi. Fransiya futbol assotsiatsiyasi UEFA tashkiloti a'zosidir. Jamoa so'nggi 7 mundialning 4 ta finalda ishtirokchisi bo'lgan. Bor o'tkazilayotgan mundial bahslarida 17-bor qatnashadi. Ilk ishtiroki 1930-yil Urugvay mundiali. Eng yaxshi ishtiroklari chempionlik bilan yakunlangan 1998 va 2018-yil mundiallar. Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng ko'p o'yin o'tkazgan futbolchilar ro'yxati. Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchilar ro'yxati. Kylian Mbappe Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yosh maydonga tushgan futbolchi. Olivier Giroud Fransiya terma jamoasi safida jahon chempionatida eng yoshi katta maydonga tushgan futbolchi. Fransiya jahon chempionatida I guruhidan o'rin egallab, uning raqiblari Senegal, Norvegiya va Iroq terma jamoalari. Fransiya mundialni Senegalga qarshi bahs bilan boshlasa, ikkinchi turda Iroqni qabul qiladi, uchinchi turda Norvegiya bilan bahs olib boradi.